Mana bugün 8 aprel. Pomidorlarımız jagdayi жақсы. Mana aldı pişip başladı bir yarım. Nasip bolsa az kaldı hasıldı yürüyüşümüzge ham. 26 yanvar günü ekilgan pomidorlarımız mana frontovoy Eralxon degan jigitniki. Mana bunday bo'lib yotibdi pomidorlarimiz hammasi. Mana bu yerdan Gılavni agronomi Erkinbek degan Sarıgash tomondan ekan. Mana qarangizlar qanday bo'lyapti bu. Adem bo'lib yotibdi-ku. Oldimiz pishdi. Nasib bo'lsa mana pomidorlarimiz Xudoga shukr jagdayi yaxshi hammasining. Oldi pomidorlarimiz pishib boshladi. Mana agatlarimiz mana bu bunisi mana hozir shunday bo'lib turibdi. Bir tüpkana badringimiz ham bor. Yeb oda qilolmay jotirmiz hammamiz. Axtaramiz, u yoqdan uzib ketamiz, birovimiz kelib bu yoqdan uzib ketamiz, deb oda qilolmay jotibmiz. Mana pomidorlarimiz birov yarim qizarib boshladi. Nasib bo'lsa yaqin kunlarda pochenni boshlaymiz agayinlar. Tez kunlarda